Atiga 1 yil o'qib, sizga 2 yillik qo'shimcha ishchi viza kerakmi? Bu yerda o'rtacha ish haqi soatiga $23. Bu davlat sizga atrofdagi qo'shni davlatlarga arzimagan pulga sayohat qilish imkonini beradi. Va bu davlatlar oddiy emas. Bular naqd Fransiya, Germaniya va Shveysariya. Eng qizig'i, siz kontrakt depozit summasini bor yo'g'i 3,5 ming, 5 ming AQSh dollari atrofida to'lab, vizani qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, bu davlat sizga 5-6 dona hujjat evaziga viza berishga tayyor. Bu yerda estetika va bilim juda qadrlanadi. Bu davlatning naqd 4 ta universitetda top 10 talikdan joy olgan. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu davlat Buyuk Britaniya. Buyuk Britaniya, e'tibor qiling, o'quvchi qabul qilish bo'yicha 800 yildan oshiq tajribaga ega. Bu degani sizga eng yaxshi sayqallangan bilimga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Everstudy Consulting sizga katta chegirmalar va butun dunyo tan oladigan diplomni taklif qiladi. Agar sizga Buyuk Britaniyaning nufuzli, sifatli va depozit summasi atigi $5,000 yuqori bo'lmagan o'qish kerak bo'lsa, hoziroq biz bilan bog'laning va Buyuk Britaniya talabasi bo'lish imkonini qo'ldan boy bermang.